Taomni tayyorladim, dedi hojam ham to'rttasini poqqos tushirdilar. Elangan unga dro'j solib aralashtirib, issiq suvga tuz solib aralashtirib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamir qorgan idishni yog'ilab, xamirimizni oshirish uchun 1 soatga issiqroq joyga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni zo'lalarga bo'lib, zo'lamiz ustini 10 daqiqaga yopib tindirib olamiz. Piyoz, mol go'shti, qo'y chorvasi, tuz, murch, yarim piyola suv solib qiymamizni tayyorlab olamiz. Tingan zo'lalarimizni ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz, o'rtasi qalinroq, chetlarini yupqaroq yoshga harakat qiling. Qiymamizdan solib, chetlarini bo'kib olamiz. Bu taomni xo'shan yoki oshirma qovurma manti deb atash mumkin. O'rtacha qizib turgan yog'da ikkala tarafini tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz. Manti qozxon listini yog'lab qovurilgan mantilarni terib olamiz. Qaynab turgan suv ustiga 35 daqiqaga pishirish uchun yuboramiz. Taom tayyor bo'lgunicha achchiqqina sousni tayyorlab olamiz. Uyg'ur milliy taomi xo'shan achchiqqina sous bilan juda ham mazali bo'ladi. Yumshoqqina sochni qovurma mantilar tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Yaqinlaringizga albatta